Zarchava xotirani yaxshilaydi. Aqliy zaiflik, tushkunlik, xavotir alomatlari bilan kurashadi. Kayfiyatni ko'taradi. Zarchava ildizining yanchilgan kukuni ko'zga surilsa ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Ko'zdagi temiratkini, ko'zdagi yaralarni davolaydi. Zarchava ildizining yanchilgan kukuni mahalliy ishlatilsa yaralarni quritadi, og'riqni tinchlantiradi. Zarchava ziravori Ayurveda va Xitoy tibbiyotida yashartiruvchi vosita sifatida ishlatilgan. Qadimgi tabobatda zarchavadan yallig'lanishga qarshi, o't haydovchi, siydik haydovchi, jarohat bitqazuvchi, og'riq qoldiruvchi vosita sifatida samarali foydalanilgan. Bu ziravor tabiiy antiseptik, shlaklarni tozalaydi, balg'am ko'chiradi, testosteron ishlab chiqarishni stimullaydi. Zarchava o'sma, yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishining oldini oladi va davolaydi. Tomirlarni kengaytiradi, metabolizmni tezlashtiradi, yog'larni parchalaydi, xolesterinni kamaytiradi. Bronxial astmada qizilmiya va hind ladani bilan qo'llanilganda shilliq ajralishini, bronxlardagi shishlarni kamaytiradi, o'pka ishini yaxshilaydi. Hind tabobatida zarchavani antibakterial vosita sifatida kuchsizlangan bemorlarga, qandli diabetda, anemiyada, hazm buzilishida qo'llashadi. Zarchava qonni suyultiruvchi, qand miqdorini tushiruvchi dorilar bilan iste'mol qilinganda ularning ta'sirini kuchaytiradi. Shu sababli ehtiyot chorasini ko'ring. Zarchavani ikkinchi taomlarga, salatlarga solinadi. Qattiq yoki sutga 1 qoshiq suvga eritib qo'shiladi. Zarchavaning bir kunlik iste'mol miqdori 5 grammdan oshmasligi kerak. Xarid qilganda qalbaki mahsulotdan saqlaning. Zarchava yaxshi singishi uchun uni qora murch bilan iste'mol qilish tavsiya etiladi.